Uch og'ayni. Germaniyalik yozuvchi Erix Maria Remarkning 1936-yilda nashr etilgan mashhur asari. Kitob Germaniyada Veymar Respublikasi davrida yashab, ijtimoiy-siyosiy shok sharoitida yashab qolishga harakat qilgan uch og'ayni haqida. Romanning asosiy lahzalaridan biri bu 1920-yillarning oxirida paydo bo'ladigan yangi odam tasviri bo'lib, u erkinlik va mustaqillikka intilish bilan ajralib turadi. Insonni individuum va erkin shaxs sifatida tushunish uch og'aynining asosiy mavzusi. Kitobda jamiyat va siyosiy larzalar odamlarning hayotiga qanday ta'sir qilishi va odamlar qanday qilib total diktatura sharoitida o'zining insoniyligini saqlab qolishga harakat qilishlari ko'rsatilgan. Uch og'ayni adabiyot va madaniyatga katta ta'sir ko'rsatdi. Kitob ko'plab yozuvchilarni, shu jumladan Hermann Hesse va James Joy'ni ilhomlantirgan. Uch og'ayni kitobi bu vaqt va o'zgarayotgan, ammo shuning bilan erkinlik va umidga bo'lgan insoniy chanqog'i saqlanib qolgan jamiyat portreti. Agar siz ijtimoiy va siyosiy larzalar qanday qilib odamlarning hayotiga ta'sir qilishini tushunishni istasangiz, unda Uch og'ayni siz o'qishingiz kerak bo'lgan kitob. Roman o'sha davrning ruhini chiroyli tarzda yetkazib beradi va eng qiyin hayotiy sharoitlarda ham odamlar tirik qolish va qadriyatlarni saqlab qolish uchun kuch topishi mumkinligiga urg'u beradi. E'tibor qaratish kerak bo'lgan asosiy lahzalardan biri bu qahramonlarning hayotga va muhabbatga bo'lgan munosabati. Remark sevgi nafaqat hissiy, balki intellektual bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi va hissiyotlarning yangi qirralarini ochadi. Roman qahramonlari zaif bo'lishdan va bir-biriga ochiqcha munosabatda bo'lishdan qo'rqmaydilar. Yakunda shu narsalar barcha qiyinchiliklarni birgalikda yengishda yordam beradi. Ochlik, inflyatsiya, mitinglar, ammo eng muhim tafsilot bu yoshlik, urush yillariga to'g'ri kelgan yo'qotilgan avlod vakillarining hayoti. Ular qo'llariga Qur'onni o'spirin yillarida olishga majbur bo'ladi va ularning dunyoqarash tizimida hammasi chalkash. Ammo bu avlodning najoti nimada? Javob oddiy. Ikki sodda va sof tuyg'u bo'lmish do'stlik va muhabbatda. Asar do'stlik va o'zaro qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini ta'kidlaydi. Asar qahramonlari nafaqat baxtsizlik bo'yicha, balki tashqi muammolardan himoyalangan, o'ziga xos kichik olamlarni yaratgan ijodiy guruh sifatida ham og'ayni hisoblanishadi. Umuman olganda, Uch og'ayni bu dunyo bo'ylab o'quvchilarni xavotirlantiradigan va ilhomlantiradigan kitob. Roman har qanday sharoitda insoniy qadriyatlarning ahamiyatini, shuningdek, hayot har doim ham oddiy va oldindan ko'rib bo'ladigan emasligini ta'kidlaydi. Bu asar dunyomizni yaxshiroq tushunishga va baholashimizga yordam beradigan jahon adabiyotining haqiqiy durdonasidir.